aziz kitobxonlar. Men Ochilov To'lqinjon Akmalog'li Kadandagi 1-yudumning 8-D sinf o'quvchisiman. Men Kattaqo'rg'on tuman axborot kutubxona markazining Ziyo klubi a'zosiman. Men ushbu kutubxonaga 2022-yildan beri a'zoman. Bugun men sizlarga Ziyo klubi a'zosi sifatida do'stlarimga va boshqa tengdoshlarimga yozuvchi Nabijon Voqiyning qatlnoma qissasini tavsiya etaman. Avval men sizlarga Nabijon Voqiy haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'taman. Nabijon Voqiy 1956-yil 7-noyabrda Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Chuvalanchi qishlog'ida tug'ilgan. Nabijon Voqiy Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. U Gulzar Mirza, Rohila, Qizil Toshbo'ron va boshqa qissalarni yaratgan. Va Nabijon Voqiy Chingiz Aytmatov va Mixail Sholoxovning Ovchining tog'ida qolgan oxuzori va Sadriddin Ayniyning Sutxo'rning o'limi va ushbu qissa asosida 10 qismli kinossenariy yaratgan va ushbu qissa asosidagi video film namoyish qilingan. Qo'limdagi Nabijon Voqiyning qatlnoma qissasi va o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qatliga doir ma'lumotlar, hujjatlar, rasmlar orqali Abdulla Qodiriyning hayoti va uning ayanchli qismati haqida ma'lumot keltirib o'tilgan. Bilamizki, Abdulla Qodiriy navqiron 44 yoshida Sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan qadag'on siyosatining qurboni bo'ldi. U 1937-yil 31-dekabr kuni, ya'ni Yangi yil kechasida NKVD xodimlari tomonidan olib chiqib ketildi va 9 oy davom etgan qiynoqlar, azoblar, xo'rliklar, qiynashlar oqibatida Abdulla Qodiriy 1938-yil 4-oktyabrda O'zbekiston SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining qaroriga binoan 3 nafar yorqin yulduz, Cho'lpon, Futrat va Abdulla Qodiriy ham eng oliy jazo otishga hukm qilindi va hukm o'sha kunning o'zidayoq hozirgi Qatag'on qurbonlari muzeyi o'rnidagi Alvasti ko'prik yonida ijro etildi va 3 nafar yorqin yulduzning umri daraxtday, chinorday kesib tashlandi. Shunday qilib Sovet jallodlari tomonidan o'zbek chinorlari qulatildi va Abdulla Qodiriy osib tashlangandan keyin uning asarlarini o'rganish, u haqida ma'lumot yozish, dissertatsiya yo'qlashlar taqiqlandi. Ba'zi odamlarning uyida o'tgan kunlar kitobi bo'lgan. Lekin odamlar o'tgan kunlar kitobini o'qishdan qo'rqqan. Chunki Sovet mafkurasi birinchi o'rinda turar edi va odamlar o'tgan kunlar romanida boloxonaga, molxonaning ichiga, tandirxonaga ko'mib tashlar edi. Chunki bironta Sovet nazoratchilar kelsa va o'sha kutubxonadan Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romani chiqsa, albatta olib ketilar edi va surgunga ham tortilar edi. Abdulla Qodiriy 1956-yil 9-oktyabrda O'zbekiston SSR Oliy sudi tomonidan to'liq oqlandi va uning asarlari o'rganildi va mustaqillik yillarida 1991-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning tashabbusi bilan Abdulla Qodiriyga millat va el oldida ko'rsatgan xizmatlari uchun Mustaqillik ordeni bilan taqdirlandi. Abdulla Qodiriy asarlari, romanlari asosida juda ko'p filmlar suratga olingan. Misol uchun 1968-yilda Yo'ldosh Azam tomonidan o'tgan kunlar, 1998-yilda esa o'zbek kinorejissyori Melis Abzalov tomonidan o'tgan kunlar badiiy filmining ikkinchi variantli filmi, ya'ni 2 qismli video film suratga olingan. 2019-yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbusiga ko'ra Toshkent shahrida Abdulla Qodiriy ijod maktabi va Abdulla Qodiriy uy muzeyi tashkil qilindi va Qatag'on qurboni
buyuk yozuvchi Abdulla Qodiriyning xotirasi abadiylashtirildi. Abdulla Qodiriyning muzeyi yangidan barpo qilindi. Avval cho'chqaxona, otxona sifatida tashkil qilingan Abdulla Qodiriyning shiyponi qayta qurildi va rekonstruksiya qilindi. Abdulla Qodiriy haqida hujjatli filmlar suratga olingan va Abdulla Qodiriyning asarlari birgina o'zbek tiliga emas, qozoq, turkman, tojik, ingliz, nemis, german tillarga tarjima qilindi. Abdulla Qodiriyning asarlari hech qachon o'chmaydi va Nabijon Hoshimovning yaratgan Qatlnoma asari asrlar davomida o'zbek kitobxonlari qalbidan joy oladi va ularning qalbidan chuqur o'rin oladi. Men Nabijon Boqiyning Qatlnoma asarini o'qib, shunday xulosa chiqardimki, jadidlar bizni yaxshi ta'lim olishimiz uchun, yaxshi o'qishimiz uchun, yaxshi inson bo'lib voyaga yetishimiz uchun o'z jonlarini fido qilgan. Kerak bo'lsa, borini ham ayamagan insonlar ana shu jadidlar hisoblanadi. Jadidlar yoshlarni Germaniyaga o'qishga yubordi. Turli xil chet el davlatlarga, rivojlangan davlatlarga o'qishga yubordi. Va ular jadidlarning maqsadi yoshlarni bilimli, g'aflat uyqusidan ularni qutqarish ularning asosiy maqsadidir. Jadidlar bizning qalbimizda va doimo yuragimizda